Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Muhammad Sodiq. Uzoq muddatli tanaffusdan so'ng yana sizlarning vaqtingizni o'g'irlamoqchiman. Bu galgi audio hikoyamiz Jinlar bazmi yoxud Ota mehri nomli hikoyamizni ikkinchi qismi va shu ikkinchi qismida hikoyamiz yakunlanadi. Hikoyamiz yuragi bo'shlar, homilador ayollar va umuman olganda qo'rqoq insonlar bizning audio hikoyalarimizni tinglamasin. Agarda siz hikoyadan so'ng o'zingizda qandaydir bir o'zgarishlar yoki sizga salbiy ta'sirlar ko'rsatsa, men buni javobgarligini o'z bo'ynimga olmayman. An'analarimizga sodiq qolgan holatda eshiklarni qulflab oling, chiroqlarni o'chiring va o'rningizga mahkam joylashib oling. Quloqchin, ya'ni naushniklarni qulog'ingizga taqib oling. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmasini va albatta mehnatimiz uchun esa bir dona like bosishni ham unutmang. Ana endi siz tayyor bo'lsangiz, qanunda men hikoyani boshladim. Aytgancha, bu hikoyamizni birinchi qismini eshitmaganlar uchun hikoyamizni kommentariyasida yoki hikoyani opisaniyasida birinchi qismini linkini qo'yib qo'yaman. O'sha yerdan bemalol birinchi qismini tinglashingiz mumkin. Ana endi men hikoyani boshladim. Feruza ham Shamshodga e'tibor beradigan ahvolda emasdi. Shuning uchun ham eridan qayoqqa ketayotgani haqida ham so'ramadi. Qaytanga o'g'lining atrofida parvona. Uning ko'zini ochishini intizorlik bilan kutganicha boshida o'tiribdi. Oradan 1 soatga yaqin vaqt o'tdi. Ammo bolakayning ahvolida birorta o'zgarish yo'q. Feruza har bir 5 daqiqada o'g'lini uxlayotganiga ishonch hosil qilish uchun barmoqlarini bolaning burni yoniga qo'ygancha nafas olyaptimi yo'qmi degandek tekshirib qo'yardi. Bu orada xonaga Shamshod boshchiligida qishloqdagi mashhur tabib sanalmish Azamat kirib keldi. U kira solib Faryozni obdon tekshira boshladi. O'ng qo'lining bilagidan tutganicha tomir urishini tekshirardi. 1 daqiqa shunday turgandan keyin yonidagi xaltachasidan qog'ozga o'ralgan bir nimalarni Feruzaning qo'liga tutqazadi-da, bir kunda 3 mahal shularni damlama qilib berishni aytib, Shamshod bilan birga tashqariga chiqdilar. Shamshodjon, ochig'i o'g'lingiz biroz toliqqan va holdan toygan. Biroz orom olsin, damlamalarni qoldirmay ichsin. Nasib bo'lsa, tez orada ko'rmagandek bo'lib ketadi. Azamat aka, doktorlar ham shunday degandi. Ammo ahvolini o'zingiz ko'rib turibsiz. Qo'lingizdan qancha odamlar shifo topgan. Nahotki o'g'limni davolash qo'lingizdan kelmasa? Ukam, avvalo ishonch. Bemor shu dorilarni ichib tuzalaman deya ishonsagina uni davolay olamiz. Zamonaviy tibbiyotning dorilari va asbob uskunalari o'g'lingizga tashxis qo'ya olmagan ekan. Bizga yo'l bo'lsin. Maslahatim, uka, mullaga olib borib ko'ring. Ehtimol unga kimningdir nazari tekkandir. Axir kattalardan qolgan gap bor. Nazar tuyani qozonga, insonni mozorga boshlab boradi. Azamat tabib shunday deya hovlini tark eta boshladi. Shamshod bo'lsa uning ortidan kuzatib chiqdi-yu, darhol ortiga qarab kirdi-da, Feruzaning qo'lida turgan qog'ozdagi tabib bergan giyohlarni hovliga olib chiqib, kiritib yubordi. Hamda o'g'lini ko'targancha qayoqqadir chiqib ketdi. Feruza ularning ortidan xayallaganicha qolib ketdi. Yarim soat o'tar-o'tmas qishloqdagi masjid eshigidan o'g'lini ko'targanicha kirib kelgan Shamshodni ko'rgan mulla yugurib o'sha tarafga bordi-yu, ichkariga olib kirish haqida ta'kidlab o'zi yo'l boshladi. Faryozni ichkariga olib kirishdi hamda mulla nima qilgani haqida so'ray boshladi. Shamshod bo'lsa hammasini bir boshidan aytib berdi. Sabr bilan Shamshodning hikoyasini tinglagan mulla Faryozga muborak suralardan o'qib dam sola boshladi. 1 soatlik o'qish natijasida Faryoz ancha o'ziga kelib qoldi. Bu holatdan quvonib ketgan Shamshod ertaga yana kelishi haqida ta'kidlab, masjiddan o'g'lini yetaklab chiqib ketdi. Ota bola uyga yetib kelganlarida esa
Uy ostonasida qandaydir ayol bilan Feruza suhbat qurib turardi. Negadir ushbu ayol Faryozdan sira ko'zini uzmasdi. Shamshod va o'g'li ichkariga kirib ketganlardan so'ng ayol asta gap boshladi. O'g'lingizni noma'lum dard qiynayotgan ekan. Doktorlar va tabiblar ham unga yordam bera olmayotganidan xabarim bor. Shoshmang. Siz bularni qayerdan bilasiz? Singlim, gapimni tugatib olay, undan keyin savollaringizga javob beraman. Ayol shunday degandan so'ng Feruza itoatkorona bosh silkitib, tasdiq ishorasini berdi va ayol yana o'z so'zida davom eta boshladi. Tibbiyot bu dard oldida ojizdir. Hozirgina ular mullaning huzuridan keldilar. Biroq o'g'lingizni bu darddan xalos etishning yagona chorasi bor. Tobora ayolning gaplariga mahliyo bo'layotgan Feruza qanday chorasi bor deya uni so'roqqa tuta boshladi. O'g'lingizga men yordam bera olmayman. Uni yana chopqillab o'ynab yurishni istasangiz, eringiz mening huzurimga kelsin. Ayol shunday deganicha Feruzaga orqa o'girganicha yurib ketdi. Feruza bo'lsa turgan joyida qoqqan qoziqdek angraygancha ayolning ortidan termulib qoldi. Shamshod va Faryoz uy ichida o'ynab o'tirar ekanlar. Hovliqqanicha ichkariga kirgan Feruza Shamshodning xayolini bo'lib yubordi. Shamshod aka, ana va ayol. Bilaman. Feruza. U folbin. Xo'sh, u nimalar dedi? U hammasidan xabardor ekan. O'g'limiz haqida unga yordam bera olaman dedi. Qiziqmisan, Feruz? Axir o'g'limizni tobi yo'qligini butun qishloq biladi. Faryozni hozir qayerga olib bordingiz? Masjid mullasining huzuriga. Unga dam soldirib keldim. Qara, ancha yaxshi bo'lib qoldi. Ertaroq uning huzuriga borib kelsam bo'larkan. Hozirgi ayol buni ham to'g'ri topdi Shamshod aka. Soddasan donasi, soddasan. Aytdim-ku, o'zi panaga turib olganicha bizni kuzatgan. Biz masjidga kirib ketganimizdan so'ng to'g'ri bu yerga kelgan va bo'lar bo'lmas safsatasi bilan seni boshingni aylantirishni boshlagan. Shamshod shunday deya, yana o'g'li bilan o'ynashda davom eta boshladi. Hozir uning ahvoli har kungidan ham yaxshi bo'lgani uchun ham Feruza ortiq so'z qotmay, o'g'lining shodon o'ynashini maroq bilan tomosha qila boshladi. 2 soat tinmay o'ynab, u yoqdan bu yoqqa chopqillab yurgan bolakay charchadimi yoki avvalgi kunlar yaxshi uxlolmagani sabablimi, zumda uyquga ketdi. Shamshod ham o'g'lini joyiga yotqizar ekan, o'z xonasiga ravona bo'ldi. Shunday qilib tong otdi. Shamshod istamaygina ko'zini uyqudan ochar ekan, soatga qaraydi. Ertalabki soat 8. Hech ham bunday uxlamagandi. Bugun juda ko'p uxlagani bilan o'zini horg'in sezayotgandi. Shamshod asta qadamlar bilan tashqariga chiqdi. Hovlida kundalik ishlari bilan kuymalanib yurgan Feruzaga ko'zi tushdi va o'g'lini qidirib atrofga razm soldi. Biroq Faryoz tashqarida ko'rinmadi. Qiziq. Uni bunday ko'p uxlaydigan odati yo'q edi, deya xayol qilib, to'g'ri o'g'lining yotog'iga kirdi-yu, dahshatdan qotib qoldi. Boyisi Faryozning og'zi, burni va qulog'idan qon oqib yotgandi. Bolakay esa biror harakatsiz qimirlamay yotardi. Dahshatga tushgan Shamshod, "O'g'lim!" deya hayqirgancha Faryoz joylashgan o'rin tarafga chopib ketdi. Ichkaridagi nidoni eshitib hovlida yurgan Feruza bo'lsa, qo'lidagi idishlarni o'sha joyining o'ziga uloqtirdi-da, darhol ichkari yugurib kirdi. Feruza obdon bolasini ko'zdan kechirar ekan, "Shamshod aka, Faryozbek o'g'lim nafas olmayapti. Biror nima qiling", degancha qo'rquvdan ko'zlari jovdirab, Shamshodga iltijoli termulardi. Shamshod ham o'ylab o'tirmay ko'chaga qarab chopdi. Oradan 15 daqiqa o'tar o'tmas, qishloqning mo'jazgina poliklinikasidan bosh vrachni ergashtirib keldi. Shifokor Shamshod va Feruzani eshik oldida kutishlarini aytib, o'zi tekshiruvni boshladi. Birozdan so'ng tekshiruvni tugatdi chog'i eshik tarafga yuzlanganicha, "Shamshodbek uka, menga qarang", dedi. Eshik oldida sabrsizlik bilan kutayotgan Shamshod, "Labbay Xushnut aka", degancha ichkariga kirib keldi. Xushnut Shamshodning yoniga o'tirishni iltimos qilib,
Obdon gap boshladi. Shamshodbek, bu Allohning irodasi. Men qo'limdan kelganini qildim. Afsuski, o'g'lingizni saqlab qolishning imkoni yo'q ekan. Bandalik uka, tayyorgarligingizni ko'ravering. Xudo sabr bersin. Deganicha narsalarni yig'ishtirib, eshik oldiga chiqar ekan. Eshik oldida jovdiragan ko'zlarini Xushnudga qadaganicha turgan Feruzaning, "Xushnud aka, o'g'limning ahvoli yaxshimi? U tuzalib ketadi, to'g'rimi?" deya bergan savoliga Xusnud, "Alloh sabr bersin kelin", deganicha hovlini tark etdi. Shamshodning uyida taralayotgan faryod butun mahallani tutib ketdi. Mushtufar onaning Allohga bo'layotgan nolasi hamda Shamshodning ko'zdan oqayotgan alamli yosh butun osmonni larzaga solgandek havoning ham a'zoyi buzildi-yu, yomg'ir yog'ishni boshladi. Janozaga tayyorgarlik ko'rilayotgan pallada Feruza Shamshodga yana o'sha folbin ayol haqida gap boshladi. Alamdan yuragi tirnalib turgan Shamshodning qulog'iga birorta ham so'z kirmas. U nega bunday bo'lgani haqida tinmay o'ylardi. Ushbu pallada ostonada yana o'sha folbin ayol ko'rindi. Bu holatga guvoh bo'lgan Shamshod hech ikkilanmay ayol tarafga qarab qadam tashladi. "Senga nima kerak? O'g'lingni hayotga qaytishini istaysanmi? Hoy alvasti, iztiroblarim bilan o'ynashma. Yo'qsa ayol kishi ekaningga ham qarab o'tirmayman. O'g'lim o'ldi. Endi esa bu yerdan qorangni o'chir. Qaytib seni bu ko'chaga qadam bosganingni ko'rmay. Qizishma, o'g'lingni hayotga qaytishini imkoni bor. Seni shu haqida ogohlantirgani keldim. Agar uni yashashini istasang, kichik kelishuvni bajarishing kerak." Folbinning bu gaplardan o'ylanib qolgan Shamshod, "Sen birovga hayot ato etasan?" deganicha uni haydashga chog'langan bir pallada Feruzaning oq dotlari qulog'iga chalindi va o'g'lining shodon o'ynab kulib yurgani ko'z oldida gavdalandi-yu, ayolni haydash fikridan qaytdi hamda uni "Qanday kelishuv?" degancha savolga tutdi. Ayol ham Shamshodning yuzida rozilik alomatlarini ko'rdi chog'i fursatni boy bermaslik uchun darhol maqsadga o'tdi. "Kelishuv men bilan emas, jinlar bilan bo'ladi. Shom namozidan keyin eski maktab hovlisidagi tut daraxti yoniga bor. O'sha joyda jinni kut. U kelgach, o'g'lingni hayotga qaytarishni iltimos qil. Uning shartini bajarishga rozi bo'lsangina sening iltimosingni bajaradi. Ungacha o'g'lingni dafn qilma." Folbin shunday dedi-yu, o'zining o'ng'aysizgina hassasiga tayanganicha qayoqqadir keta boshladi. Uning gaplaridan hayratga tushgan Shamshod uzoq o'yga toldi. U nima qilish haqida o'ylar ekan, ichidagi shayton, "Kel, nima qipti? Uning ham aytganini bir qilib ko'raylik. Axir otasan-ku. Nega endi o'g'lingning ulg'ayishini ko'rishni istamaysan?" deya unga g'oyibidan nido qilardi. Nihoyat Shamshod bir qarorga keldi chog'i janozani ertagalikka qoldirdi va o'zi intizorlik bilan shom vaqti bo'lishini kuta boshladi. Nihoyat shom namoziga chaqiruvchi azon butun qishloq bo'ylab eshitilar ekan. Shamshod ham azon tugashini kutamiz. Boshladi azon. Ado etib bo'lingach, Shamshod o'rnidan qo'zg'aldi-da, ayol ta'kidlagan maktab tarafga qarab yo'lga chiqdi. Yarim soatdan ortiqroq vaqtda maktab hovlisiga yetib kelgan Shamshod aytilgan tut daraxtini qidira boshladi. 10 daqiqa davomida tashlandiq maktab hovlisida aylanib yurgan Shamshod qorong'uda tut daraxti tagida kimningdir sharpasini ko'rdi va o'sha tarafga qarab turdi-da, uning ko'rinishidan qora terga botib ketdi. Boisi jinning bo'ylari Shamshodnikidan ancha uzun bo'lib, kallasi cho'zg'inchoq va butun badani moviy tusda tovlanar. Atrof qorong'u bo'lsa-da, uning tovlanishi oqibatida tashqi ko'rinishini yaqqol ko'rish mumkin edi. Qo'llari ham gavdasiga monand uzun. O'zi ozg'in bo'lgan bu maxluqning ko'zlari sariq rangda bo'lib, qo'lidagi 3 dona uzun va nozik barmoqlari yordamida qushning tanasini mahkam ushlaganicha uni yeyishga chog'lanayotgandek o'ziga yaqinlashtirayotgandi. Uning ko'rinishi Shamshodning yuragida qo'rquv uyg'otib ulgurganiga qaramasdan, farzandiga bo'lgan mehri bu maxluq bilan suhbat qurishga undardi. Nihoyat Shamshod gap boshladi. "Hoy, shoshmang birodar, sizni oldingizga Shahriniso kampiri yubordi.
Mendan nima xohlaysan, odam? Bilasizmi o'g'lim? Bilaman. U vafot etdi. Uni hayotga qaytishni istaysanmi? Ha, albatta. Yaxshi. U hayotga qaytadi. Biroq hamma narsaning o'z badali bor. Mening shartimni bajarishga rozi bo'lsangina uni hayotga qaytaraman. Qanday shart? Avval rozi bo'l, keyin shartni bilib olasan. Roziman. Qanday shart bo'lsa ham rozimisan? Ha, roziman. Unda o'g'lingni hoziroq olib kel. Shamshod xo'p deganicha ortiga yugurib ketdi. Bir soatda o'g'lini jonsiz tanasini ko'targancha maktab hovlisiga kirib keldi. Jin bo'lsa uni o'sha joyning o'zida kutib turardi. Shamshod Faryozning jonsiz tanasini uning oldiga qo'yar ekan, jin ham shuni kutib turganidek qandaydir tushunarsiz tilda duolarni o'qiganicha qo'lidagi tuproqni tinmay Faryozning jonsiz tanasi bo'ylab sochar edi. Yarim soatga yaqin jinning allaqanday tushunarsiz duolari va harakatlari natijasida Faryoz o'qtin yo'talganicha o'rnidan qo'zg'aldi. Faryoz har yo'talganida uning og'zidan o'zgacha tutun quyilib chiqardi. Ko'zlariga ishongisi kelmagan Shamshod o'zini chimchilab ko'rdi va uxlamayotganiga to'la ishonch hosil qilib, o'lgan o'g'lini mahkam bag'riga bosdi. Bu orada jin so'z boshladi. Unutma odamzod, sen mening shartimga rozi bo'lgansan. Shartim shuki, ertaga xuddi shu mahalda ayolingni huzurimga boshlab kelasan va u bir kecha mening ixtiyorimda bo'ladi. Agarda kelishuvni buzsang, o'g'ling ham ayoling ham bu dunyoni tark etadi. Ularni o'ldiraman. Deganicha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shamshod suvga tushgan mushukdek uyiga qaytishga chog'landi. O'g'li bo'lsa negadir o'ziga o'xshamas, bir og'iz ham gapirmas, jimgina Shamshodning ortidan ergashardi. Nazarimda bu bolakay ko'proq qo'g'irchoqqa o'xshab ketardi. O'g'lining qo'lidan tutishga chog'langan Shamshod uning qo'lini ushlaganida murdanikidek sovuq, nigohlari bo'lsa hissiz ekaniga amin bo'ldi. Shunday bo'lsa ham uyga o'g'lining nozik qo'lchasidan tutganicha ortidan ergashtirib boshlab ketdi. Bolakay uyga kelganida ham bir og'iz gapirmadi, na yedi, na biror nima ichdi, hattoki tonggacha mijja qoqmadi. O'zini g'ayritabiiy tutishi nafaqat Shamshodni, balki Feruzani ham xavotirga sola boshladi. Bu onda Shamshodning ichiga chiroq yoqsa yorishmas, ayoli o'zining juft halolini qanday qilib bir kechaga o'sha maxluqning ixtiyoriga topshirish mumkinligi haqida o'ylardi. O'rtada kelishuv bor. Agar kelishuvga amal qilsa, muqaddas nikoh ahdiga xiyonat qiladi. Bordi-yu kelishuvni buzsa, u holda o'g'li va Feruza o'lishi mumkin. Nima qilishga boshi qotgan Shamshod erta tongda yana o'sha masjid tomonga yurib ketdi. O'ylardiki, barcha savollarga o'sha joyning o'zida javob topa olardi. Masjidga yetib kelgan Shamshod bor gapni mullaga aytib berar ekan, o'z navbatida mulla ham uning birorta so'zini bo'lmay diqqat bilan eshitdi va Shamshodga maslahat berish uchun gap boshladi. Shamshodbek, sizga bir rivoyat aytib bera qolay. O'ylaymanki, o'sha rivoyat sizning to'g'ri qaror qabul qilishingizga yordam beradi. Payg'ambarlardan bo'lmish Muso alayhissalom Misr firavnining huzuriga keltirilganida unga Allohning cheksiz qudrati sohibi ekani va istagan bandasini o'ldirib, istaganiga hayot ato etishi haqida so'zlaydi. O'z navbatida Firavn o'zini yaratuvchi deya e'lon qilgani uchun ham Muso alayhissalomning gaplari unga yoqmaydi va huzuriga 2 qulni olib kelishlarini buyuradi. Uning amri vojib etilgach, qullardan birini qatl qilishi, ikkinchisini boshdan oyoq tillaga burkantirish haqida amr etadi. Firavnning navbatdagi amri ham vojib etilgach, Muso alayhissalomga "Ko'rdingmi? Men ham bir qulni o'ldirdim va birini boyu badavlat yashashi uchun imkon berdim. Demak, men ham yaratuvchiman", deya nido qiladi. Muso alayhissalomning javobi butun saroy ahlini hayratga soladi. "Qani, o'sha o'ldirgan qo'lingga jon ato etib ko'rchi? Bu qo'lingdan kelmaydi. Mening Robbim bo'lsa, uni hayotga qaytara oladi", degan edi. Aytmoqchi bo'lganim, Shamshodbek, biz g'ofil bandalarmiz. Bilib bilmay gunohga qo'l uramiz.
Zeroki jon ato etish faqatgina Allohga xos xislat. O'g'lingizga kelsak, sizga yordam bergan jin kofir jinlar qavmidan. Ular insoniyatga zarar yetkazishni xush ko'radilar. Ulardan himoyalanish uchun Allohdan madad so'rang. U sizga yo'l ko'rsatadi. Mullaning hikoyasi Shamshodni boshini egib qo'ydi. Chunki u tanlagan yo'l to'g'ri emas ekanini anglab yetdi. Bu orada mulla, men Shomda uyingizga boraman, hozir esa uyingizga boring, deya Shamshodni ketishga ko'ndirdi. Uyga kelgan Shamshod o'g'lini xonaga qamalib olganini kuzatar ekan, Feruzaning eshik oldida o'g'liga yalinishini ko'rib, uni qo'lidan tutganicha bir chetga olib o'tdi va bor haqiqatni unga oshkor qildi. Feruza uning gaplarini bo'lmay oxirigacha eshitdi-da, kutilmaganda Shamshodning yuziga tarsak tortib yubordi va jimgina nari ketdi. Shom kirguniga qadar Shamshod o'zi bilgan suralarni o'qib, darvoza va eshik hamda oynalarga dam soldi. Muqaddas Yasin surasi yozilgan kitobni qo'liga olganicha o'zlari yotadigan uyda tilovat qila boshladi. Qosh qorayguniga qadar Shamshod tilovatni to'xtatmadi. Uning ixlosi shu qadar kuch bag'ishlar ediki, na yedi, na ichdi va na tashqariga chiqdi. Qosh qorayish pallasida shomga azon aytilayotganda Feruza va o'g'lini o'sha xonaga olib kirdi-da, o'zi eshikni qulflagancha yana tilovatga berildi. Shamshodning uyiga yetib kelgan mulla Fazliddin ham ayvonda o'tirgancha tilovatni boshladi. Qosh qoraydi va bolakay o'zini yomon tuta boshladi. U o'zini goh eshikka, goh devorga urar ekan, Shamshod tilovatdan chalg'imaslikka harakat qilar. Eshik va derazalarning g'ichirlashi Feruzani tahlikaga solar. Tashqaridan o'zgacha vahimali sado kelar, hamda nimaningdir sharpasi derazadan ko'zga tashlanardi. Shamshod bir lahzaga deraza tarafga e'tibor qaratdi-yu, o'sha tut daraxti oldida ko'ringan maxluqning qiyofasi deraza oldida unga nigoh qadab turganini ko'rdi va yana ham balandroq ovozda o'qishni boshladi. Bu orada mulla ham ayvondan Shamshod joylashgan xona tarafga qarab o'z joyini o'zgartirdi. Ikkisining baland ovozda o'qishlar natijasida bolakay battar jazavaga tushar, bor kuchi bilan o'zini devorga urar, tushunarsiz qichqirganicha u yoqdan bu yoqqa chopar edi. So'nggi bor devorga urilish oqibatida bolakay yerga quladi va qayta oyoqqa turmadi. Uning badanidan ko'tarilgan tim qora tutun bo'lsa, eshik tirqishidan tashqariga chiqib ketdi. Bolakayning jonsiz tanasi esa xona chetida yotar ekan, Shamshod darhol o'sha tarafga chopdi hamda eshikni ochdi. Ichkariga yetib kirgan mulla hodisaga guvoh bo'lgan Shamshod va Feruzaning ahvoli yaxshi ekanidan biroz ko'ngli to'ldi. O'g'liga nima bo'lganini tushunmayotgan Shamshodga mulla Fazliddin barchasini tushuntirib berishga harakat qila boshladi. Shamshod, u sizning o'g'lingiz emasdi. Jinlar istalgan qiyofaga kira oladilar va ularning ilmi biznikilardan anchayin kuchli. Ayniqsa kofir jinlar turli tavqalana duolardan ham xabardorlar. U ayolingizga ega bo'lish uchungina shu ishni qilgan deya o'ylayman. Agar kelinni kelishuvga amal qilib o'sha joyga olib borganingizda nima bo'lardi buni bilmayman. Tushunishimcha, jin shu yo'l orqali ko'payishni istagan. Sizga aytgandim, Alloh sizga to'g'ri yo'l ko'rsatadi deb. Mana gaplarimning tasdig'ini o'zingiz ko'rdingiz. Endi menga ruxsat. Uyimga bora qolay. Siz bo'lsa yana o'qib uyga dam soling. Shunday qilsangizgina kofir jinning oilangizga zarari tegmaydi. Mulla Fazliddin o'z so'zini tugatib uyiga ravona bo'ldi. Ertasi kuni bomdod namozida masjidda qishloq ahli janoza namozini o'qish uchun chog'landi. Egnida qora cho'pon va boshida do'ppi kiygan Shamshod oldingi safda turganicha janoza namozini o'qishga kirishdi. Mana necha yildirki Shamshod va Feruzaga kofir jin hech qanday zarar yetkaza olmadi. Shamshodning ixlosi qorong'ulikda uni nur tarafga olib chiqdi. Sabr bilan kutganliklari uchun Alloh ularga egizaklarni ato etdi. Hozirda o'g'il egizaklar 11 yoshga qadam qo'ydilar va baxtli hayot kechirmoqdalar. Shu bilan hikoyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. E'tibor uchun hammaga rahmat. Bundan-da dahshatli va bundan-da qo'rqinchli hikoyalar hali oldinda.